Agar tovoningizda sizlarda ham shpora bo'lsa, xuddi shunaqa rentgen qilganingizda chiqib kelar ekan. Menda 3 ta shpora chiqdi, ham oldida, ham orqa tarafida ham bor ekan. O'ng tarafimda juda ham og'riq kuchli bo'lganiga, bugun uy sharoitida lecheniya qilamiz. Bittada menda effekti bilindi. Buni endi men ketma-ket 5 kun qilib ko'rmoqchiman. Buning uchun biz oyog'imizga minavazinmi yoki qiziradigan mas surib olamiz. Yaxshilab tovonimizni ishqalagandan keyin karomni shunaqa issiq suvda suv qilib yumshatib olganimizdan keyin tovonlarimizga shunaqa o'rab olamiz hamma joyini. Ustidan folga qilamiz va strech tortamiz. Folga nima uchun kerak? Issiqlikni ushlash uchun. Birinchi 15 minutida oyog'im umuman qizigani yo'q. O'sha 15 minutdan keyin sezilarli darajada oyog'imda qizish bo'ldi va yarim soatda buni olib tashlaysizlar. Yarim soatdan oshgandan keyin olib tashladim, oyog'imda og'riqlarim ketdi. Ozgina qizib turdi, og'riqlar qoldi eng glavnisi. Albatta sizlar ham bu usuldan foydalanib ko'ringlar uy sharoitida. Karom tuzlarni eritishda yordam beradi va o'ziga tortib oladi. Albatta bu usuldan foydalanib ko'ringlar. Inshaalloh shifo bo'lsin.